Bugun men sizga pensiya masalasida juda muhim ogohlantirish bermoqchiman. Bu gap faqat pensionerlarga emas, hozir ishlayotgan har bir odamga, chet elda mehnat qilayotganlarga, norasmiy ishlayotganlarga, uyda bola parvarishi bilan band bo'lgan ayollarga, dehqonchilik qilayotganlarga, hatto hali pensiyamga ancha bor deb yurgan yoshlarga ham tegishli. Chunki yangi tartiblar 9423 sonli qonun atrofidagi o'zgarishlar va pensiya hujjatlarini tekshirish amaliyoti shuni ko'rsatmoqda. Odam yoshga yetib borganda birdan sizga pensiya chiqmaydi yoki kutganingizdan ancha kam chiqadi degan javobni eshitishi mumkin. Men bu videoda vahima qilish uchun emas, aniq tushuntirish uchun gapiryapman. Kim xavf ostida, kim xavotir olmasa bo'ladi. Qaysi hujjatlar yetishmasa odam pensiyasiz yoki juda kam pul bilan qolishi mumkin. Hammasini oddiy tilda tushuntiraman. Videoni hoziroq oxirigacha ko'ring. Chunki birgina hujjat yoki birgina yil staj taqdiringizni o'zgartirib yuborishi mumkin. Kanalga obuna bo'ling, like bosib qo'ying, chunki men bunday masalalarni odamlarga tushunarli qilib, amaliy yo'l bilan yetkazib boraman. Avval pensiya masalasida ko'pchilik shunday o'ylardi. Men umr bo'yi ishladim, demak pensiya chiqadi. Lekin davlat uchun ishladim degan gapning o'zi yetarli emas. Davlat uchun asosiy savol bitta. Sizning ishlaganingiz hujjat bilan tasdiqlanadimi? Siz uchun badal yoki soliq to'langanmi? Ish tajingiz rasmiy qayd etilganmi? Oldin ko'p narsa mehnat daftarchasiga qarab hal qilinardi. Mehnat daftarchasida yozuv bo'lsa, korxona muhri bo'lsa, buyruq raqami bo'lsa, pensiya jamg'armasi o'sha davrni stajga olardi. Albatta tekshiruv bo'lardi, lekin ko'pchilikda asosiy hujjat mehnat daftarchasi edi. Qishloqda kolxozda ishlaganlar, zavodda ishlaganlar, maktabda, bog'chada, shifoxonada, qurilishda ishlaganlar daftarchasini ko'rsatib, stajini isbotlashga harakat qilardi. Endi esa tizim tobora raqamlashtirilmoqda. Elektron ma'lumotlar, soliq bazasi, ijtimoiy to'lovlar, ish beruvchi tomonidan topshirilgan hisobotlar, yagona reyestrdagi ma'lumotlar katta ahamiyatga ega bo'lyapti. Qog'ozdagi yozuv bor, lekin elektron bazada yo'q bo'lsa, masala murakkablashadi. Korxona yopilib ketgan, arxiv topilmayapti, ish beruvchi hisobot bermagan, ish haqi rasmiy ko'rsatilmagan bo'lsa, inson keyin isbotlashga majbur bo'ladi. 943 sonli qonun haqida gap ketganda ham ko'pchilikning qo'rquvi aynan shundan. Endi rasmiy staj bo'lmasa pensiya bermaydimi? Men buni shunday tushuntiraman. Pensiya tizimida eng katta xavf shundaki. Odam yoshi yetgan paytda uning mehnat faoliyati davlat bazasida yetarli ko'rinmasa, pensiya tayinlash kechikadi, kamayadi yoki ayrim holatlarda yoshga doir pensiya o'rniga faqat ijtimoiy nafaqa masalasi ko'riladi. Bu esa miqdor jihatidan katta farq qiladi. Birinchi navbatda norasmiy ishlaganlar xavotir olishi kerak. Masalan, bir erkak 20 yil qurilishda ishlagan, usta bo'lgan, har kuni ishga chiqqan, pulini naqd olgan. Lekin hech qachon mehnat shartnomasi tuzilmagan, ish beruvchi uni xodim sifatida ko'rsatmagan, soliq va ijtimoiy to'lovlar bo'lmagan. U odam 60 yoshga kirganda men 20 yil ishlaganman deydi. Lekin hujjatda bu 20 yil ko'rinmasa, pensiya jamg'armasi uni avtomatik tan olmaydi. Natijada u odamning haqiqiy mehnati bor, lekin huquqiy isboti yo'q. Ikkinchi xavf guruhi chet elda ishlagan fuqarolar. Juda ko'p yurtdoshlarimiz Rossiya, Qozog'iston, Turkiya, Koreya yoki boshqa davlatlarda ishlaydi. Agar u yerda rasmiy ishlagan bo'lsa, mehnat shartnomasi, ish haqi ma'lumotnomasi, sug'urta to'lovlari, migratsiya hujjatlari bo'lsa, keyin bu davrni tasdiqlash imkoniyati bo'ladi. Lekin odam men 10 yil Moskvada ishladim desa-yu, qo'lida na shartnoma, na patent to'lovlari, na ish beruvchi ma'lumotnomasi, na bank orqali oylik tushum bo'lmasa, u 10 yil pensiya hisobida yo'qdek bo'lib qolishi mumkin. Uchinchi guruh o'zini o'zi band qilganlar va mavsumiy ishchilar. Hozir ko'p odam taksi qiladi, ustachilik qiladi, tikuvchilik qiladi. Uyda shirinlik pishirib sotadi, dehqonchilikdan daromad topadi. Agar bular qonuniy ro'yxatdan o'tib tegishli to'lovlarni amalga oshirsa, kelajakda staj masalasi ancha osonlashadi. Ammo bugun pul topay, ertaga o'ylayman deganlar keyin qiynaladi. Chunki pensiya tizimi og'zaki daromadni emas, rasmiy qaydni ko'radi. 4-guruh ayollar, ayniqsa bola parvarishi uy ishlari. Oilaviy sabablar bilan rasmiy ishda uzilishlar bo'lgan ayollar alohida e'tiborli bo'lishi kerak. Masalan, ayol 2 yil maktabda ishlagan, keyin 12 yil uyda bolalar bilan o'tirgan. Keyin yana 5 yil do'konda norasmiy sotuvchi bo'lgan.
U umrim ish bilan o'tdi deydi. Bu haqiqat. Lekin pensiya hisobida faqat rasmiy tasdiqlangan davrlar kiradi. Bola parvarishi davrlari bo'yicha ham qonunda belgilangan aniq chegaralar va shartlar bor. Har bir bola uchun davr avtomatik to'liq qo'shiladi deb o'ylash xato. Tug'ilganlik guvohnomalari, mehnat daftarchasidagi tanaffuslar, ish joyidagi buyruqlar, arxiv ma'lumotlari tekshiriladi. 5-guruh eski korxonalarda ishlaganlar. Masalan, 1990-yillarda zavodda, shirkat xo'jaligida, kolxozda, sovxozda, kichik sexlarda ishlaganlar. Korxonalarning ko'p hozir yo'q. Arxivi qayerda ekani noma'lum bo'lishi mumkin. Mehnat daftarchasida yozuv bor, lekin muhrni aniq, buyruq raqami yo'q. Sana xato yozilgan yoki ishga kirgan va chiqqan sanalar mos kelmaydi. Bunday mayda ko'rgan xatolar ham keyin stajni hisoblashda katta muammoga aylanadi. Endi aniq misol olaylik. Akmal aka 60 yoshga kirdi. U 1965 yildan 1995 yilgacha zavodda ishlagan 10 yil. Keyin 1996 yildan 2002 yilgacha bozor savdosi bilan shug'ullangan, lekin ro'yxatdan o'tmagan 2 yil. 2009 yildan 2024 yilgacha qorovul bo'lib rasmiy ishlagan 15 yil. Akmal aka o'zini 37 yil ishlagan deb hisoblaydi. Lekin pensiya hisobida 10 yil zavod staji tasdiqlansa va 15 yil qorovullik staji chiqsa, jami 25 yil bo'ladi. Bozordagi 12 yil hujjatsiz bo'lsa stajga kirmaydi. Agar zavod arxivi topilmasa yoki mehnat daftarchasidagi yozuv noto'g'ri bo'lsa, 10 yil ham xavfga tushadi. Shunda Akmal aka kutgan pensiya kamayib ketadi. Yana bir misol. Dilbar opa 51 yoshga yaqinlashyapti. U 7 yil bog'chada tarbiyachi bo'lgan, keyin farzandlarini katta qilgan, keyin 10 yil xususiy do'konda sotuvchi bo'lgan, lekin ish beruvchi uni rasmiylashtirmagan. U o'zini kamida 37 yil ishlagan deb biladi. Lekin rasmiy staj 7 yil bo'lib chiqsa, pensiya turi, miqdori va huquqi bo'yicha savollar paydo bo'ladi. Mana shu yerda odam nega men ishladim-ku deb kuyinadi. Men har doim aytaman, pensiya uchun ishlashning o'zi emas. Ishlaganingizni qonuniy tasdiqlash muhim. Agar siz butun mehnat faoliyatingiz davomida rasmiy ishlagan bo'lsangiz, mehnat shartnomangiz bo'lgan bo'lsa, ish beruvchi sizni soliq hisobotlarida ko'rsatgan bo'lsa, haqingiz karta orqali tushgan bo'lsa, elektron mehnat daftarchangizda ma'lumotlar to'g'ri bo'lsa, sizda xavf ancha kam. Lekin bu umuman tekshirmasangiz ham bo'ladi degani emas. Chunki hatto davlat tashkilotlarida ishlagan odamlarda ham bazada xato chiqishi mumkin. Familiya o'zgargan, pasport ma'lumoti yangilanmagan, ishga kirgan sana noto'g'ri kiritilgan, lavozim nomi tushib qolgan bo'lishi mumkin. Agar siz har yili o'z ma'lumotlaringizni ko'p uz soliq organlari yoki pensiya jamg'armasi orqali tekshirtirib tursangiz, muammo oldindan aniqlanadi. Eng yomon holat shuki, odam ilm-beji yoki 60 yoshga kirganda birinchi marta hujjat yig'ishni boshlaydi. O'sha paytda arxiv yopiq, korxona tugatilgan, sobiq rahbar vafot etgan, guvohlar boshqa joyga ko'chib ketgan bo'lishi mumkin. Shuning uchun men pensiyaga 10 yil qolganlarga ham, 20 yil qolganlarga ham tekshiruvni hozirdan boshlashni maslahat beraman. Eng katta tuzoq mehnat daftarchasida yozuv bo'lsa bo'ldi deb o'ylash. Yo'q, har doim ham bo'lmaydi. Yozuv o'qilmasa, muhr aniq bo'lmasa, ishga qabul qilish buyrug'i va ishdan bo'shatish buyrug'i raqamlari ko'rsatilmagan bo'lsa, pensiya jamg'armasi qo'shimcha tasdiq so'rashi mumkin. Agar korxona arxivi bo'lsa yaxshi. Agar bo'lmasa, sud orqali faktni belgilashgacha borish mumkin. Bu esa vaqt, asab va xarajat. Ikkinchi tuzoq, men aka tartibdagi tadbirkor edim. Demak, staj bor degan fikr. Tadbirkor bo'lishning o'zi yetmasligi mumkin. Muhimi, tegishli davrda majburiy yoki belgilangan to'lovlar amalga oshirilganmi? Faoliyat ro'yxatdan o'tganmi? Soliq bazasida ko'rinadimi? Ayrim odamlar patent olgan, keyin to'lovni to'xtatgan. Faoliyatni yopmagan yoki aksincha faoliyat bor deb o'ylagan, lekin ba'zida faol emas. Bularning hammasi keyin stajga ta'sir qiladi. Uchinchi tuzoq, ish haqi miqdori. Pensiya faqat staj bilan emas, daromad bilan ham bog'liq bo'lishi mumkin. Agar ish beruvchi sizga 5 million so'm bergan, lekin rasmiy 20 million so'm ko'rsatgan bo'lsa, bugun siz xursand bo'lgandirsiz, chunki soliq kam bo'lgan. Lekin ertaga pensiya hisobida rasmiy ko'rsatilgan summa chiqadi. Odam o'zi sezmagan holda kelajakdagi pensiyasini kamaytirib qo'yadi. 4-nozik masala familiya, ism, otasining ismi o'zgarishi. Ayollar turmushga chiqqanda familiyasini o'zgartiradi, pasport almashtiradi. Agar eski mehnat daftarchasidagi familiya bilan hozirgi hujjatlar bog'lanmasa, nikoh guvohnomasi,
familiya o'zgargani haqidagi hujjat talab qilinadi. Bitta harf xatosi ham muammo bo'lishi mumkin. Masalan, Gulnora bir joyda Gulnara bo'lib yozilgan, otasining ismi bir hujjatda Aliyevna boshqasida Aliyevna. Bunday mayda farqlarni oldindan tuzatish kerak. 5-masala harbiy xizmat o'qish, bola parvarishi, nogiron farzand parvarishi kabi davrlar. Bu davrlar ayrim shartlar asosida stajga qo'shilishi mumkin, lekin har birining hujjati alohida. Harbiy bilet, diplom, arxiv ma'lumoti, farzand tug'ilganlik guvohnomasi, tibbiy hujjatlar, parvarish bo'yicha tasdiqlar kerak bo'ladi. Bu narsani davlat o'zi biladi deb kutish noto'g'ri. Davlat bazasida hamma eski ma'lumot avtomatik chiqmasligi mumkin. 6-masala minimal staj va to'liq staj farqi. Ko'pchilik menda 7 yil staj bo'lsa bo'ldi deb o'ylaydi. Lekin yoshga doir pensiyada to'liq pensiya, kamaytirilgan yoki mutanosib hisoblash, ijtimoiy nafaqa kabi farqlar bor. Erkaklar va ayollar uchun talab qilinadigan staj me'yorlari turlicha bo'lishi mumkin. Qonunchilikdagi o'zgarishlar ham kuzatiladi. Shuning uchun men hech kimga faqat qo'shnining gapiga ishonib qaror qilishni maslahat bermayman. Har kim o'z holatini alohida tekshirtirishi shart. Birinchi qadam, elektron ma'lumotlaringizni tekshiring. Mayponkov. Uz orqali elektron mehnat daftarchasi ish staji ish beruvchi tomonidan kiritilgan ma'lumotlar bor yo'qligini ko'ring. Agar internetdan foydalanishni bilmasangiz, farzandingizdan, yaqinlaringizdan yordam so'rang yoki davlat xizmatlari markaziga boring. Men telefon ishlatmayman degan bahona bu masalada o'tmaydi. Chunki pensiya huquqingiz haqida gap ketyapti. Ikkinchi qadam, mehnat daftarchangizni ko'zdan kechiring. Har bir ish joyi bo'yicha ishga kirgan sana, ishdan chiqqan sana, buyruq raqami, tashkilot muhri, lavozim nomi borligini tekshiring. Muhr o'chib ketgan bo'lsa, yozuvi aniq bo'lsa, o'sha tashkilotning vorisi yoki arxivi qayerda ekanini hozirdan aniqlang. Pensiyaga ariza berish vaqtida emas, hozir. 3-qadam, arxiv ma'lumotlarini yig'ing. Agar eski korxonangiz yopilgan bo'lsa, tuman yoki viloyat arxiviga murojaat qiling. Arizada shunday yozish mumkin: menga falon yildan falon yilgacha falon tashkilotda ishlaganimni tasdiqlovchi ishga qabul qilish, ishdan bo'shatish buyruqlari. Shaxsiy varaqa va ish haqi ma'lumotlarini taqdim etishingizni so'rayman. Arizada pasport ma'lumotingiz, eski familiyangiz bo'lsa, uni ham, tashkilot nomini, taxminiy yillarni aniq yozing. 4-qadam. Rasmiy ishlashni talab qiling. Agar hozir xususiy firmada, do'konda, sada, sexda, qurilishda, kafeda ishlayotgan bo'lsangiz, ish beruvchidan mehnat shartnomasi tuzishni so'rang. Keyin qilamiz degan gapga ishonmang. Bugun siz ish haqi olayotgandek ko'rinasiz, lekin ertangi pensiyangiz uchun bo'sh joy qolmoqda. Ish beruvchi sizni rasmiylashtirmasa, bu faqat uning qulayligi, sizning esa kelajakdagi zararingiz bo'lishi mumkin. 5-qadam. Chet elda ishlayotgan bo'lsangiz, hujjatlarni saqlang. Mehnat shartnomasi, patent yoki ruxsatnoma, ish haqi tushgan bank hujjatlari, sug'urta to'lovlari, ish beruvchi ma'lumotnomasi. Migratsiya kartasi nusxalari kerak bo'lishi mumkin. Har yil alohida papka qiling. Telefonimda rasmi bor deb yurish xavfli. Telefon yo'qoladi, fayl o'chadi. Hujjatning qog'oz nusxasini va elektron nusxasini saqlang. 6-qadam. Ayollar familiya o'zgarishi bo'yicha hujjatlarni tayyorlasin. Nikoh guvohnomasi, ajrim bo'lsa ajrim hujjati, familiya o'zgarganini tasdiqlovchi hujjatlar. Farzandlarning tug'ilganlik guvohnomalari bir papkada tursin. Bola parvarishi davri dekret ta'tili, ish joyidan buyruqlar bo'lsa, ularni ham saqlang. Ko'p ayollar aynan shu yerda qiynaladi. Hujjat bor edi, yo'qolgan. Eski uyda bo'lgan, arxivga topshirilmagan. 7-qadam, pensiya jamg'armasiga oldindan maslahatga boring. Pensiyaga chiqishga bir oy bo'lganda emas, kamida bir necha yil oldin. Tuman pensiya jamg'armasi bo'limiga boring va mening stajim bo'yicha dastlabki tekshiruv qilib bering. Qaysi davrlar tasdiqlanmayapti deb so'rang. Agar xodim og'zaki javob bersa, kerak bo'lsa yozma murojaat qiling. Yozma murojaatga yozma javob bo'ladi. Keyin sizda asos paydo bo'ladi. 8-qadam, xatolarni ko'rsangiz, darhol tuzating. Elektron bazada ish joyingiz ko'rinmasa, ish beruvchiga murojaat qiling. Ish beruvchi faol bo'lsa, u ma'lumot kiritishi yoki tuzatishi mumkin. Agar ish beruvchi yo'q bo'lsa, arxiv, soliq, sud tartibi ko'rib chiqiladi. Bu jarayon uzoq bo'lishi mumkin. Shuning uchun vaqtni boy bermang. 9-qadam, naqd oylik va konvertdagi maoshdan ehtiyot bo'ling. Bugun 4 million so'mning 2 millioni rasmiy, 2 million naqd berilsa,
sizning kelajakdagi pensiya hisobingizda faqat rasmiy qismi ko'rinishi mumkin. Men tushunaman. Odamlar bugungi ro'zg'orni o'ylaydi. Lekin 20 yil shunda ishlagan odam pensiyaga chiqqanda nega pensiyam kam deb hayron bo'ladi. Sababi juda oddiy davlatsiz olgan yashirin daromadni ko'rmagan. 10-qadam. Barcha hujjatlaringizni bitta pensiya papkasiga yig'ing. Pasport nusxalari, stir yoki JSHR ma'lumotlari, mehnat daftarchasi, diplom, harbiy bilet, nikoh guvohnomasi, farzandlar guvohnomalari, arxiv ma'lumotlari, ish haqi ma'lumotnomalari, chet eldagi ish hujjatlari, tadbirkorlik to'lovlari, kvitantsiyalari. Bular tarqoq bo'lsa, kerak paytda topilmadi. Bitta papka hayotingizdagi eng muhim moliyaviy himoya vositasiga aylanishi mumkin. Men tomoshabinlarga shuni aniq aytaman. Yangi tartiblarning ma'nosi odamlardan pensiyani tortib olish emas, lekin rasmiy bo'lmagan, hujjatsiz, bazada ko'rinmaydigan mehnat davrlarini tan olish qiyinlashmoqda. Raqamli tizim kuchaygani sari men ishlaganman, hamma biladi degan gap yetmaydi. Endi qayerda ishladingiz, qachon ishladingiz, siz uchun to'lov bo'lganmi, hujjat bormi, bazada ko'rinadimi degan savollar birinchi o'ringa chiqadi. Kim chaqasiz qolishi mumkin? Eng avvalo, yillar davomida norasmiy ishlagan, chet eldagi ishni hujjatlashtirmagan, mehnat daftarchasini yo'qotgan, eski korxona arxivini tekshirtirmagan. Hali vaqt bor deb yurgan odamlar, kim kamroq xavotir oladi, rasmiy ishlagan, soliq va to'lovlari ko'ringan, hujjatlari tartibli, elektron bazasini tekshirtirib turgan odamlar. Bugungi gapimning mazmuni bitta. Pensiya masalasi oxirgi kunda hal qilinadigan ish emas. Bu butun mehnat hayotingiz davomida yig'iladigan huquq. Agar hozir tekshirsangiz xatoni tuzatasiz. Agar kech qolsangiz pensiya tayinlash cho'ziladi. Miqdor kamayadi yoki ayrim davrlaringiz umuman hisobga olinmasligi mumkin. Sizdan iltimos qilaman. Bugunoq mehnat daftarchangizni, elektron stajingizni ish beruvchingiz rasmiy to'lov qilayotganini tekshiring. Agar savolingiz bo'lsa, izohlarda yozing. Yoshingiz, taxminiy stajingiz, qaysi davrlar hujjatsiz qolganini ayting. Men keyingi videolarda eng ko'p uchraydigan holatlarni alohida tushuntirib beraman. Videoga like bosing, yaqinlaringizga yuboring, kanalga obuna bo'ling. Chunki bu ma'lumotni bugun eshitgan odam ertaga pensiyasini saqlab qolishi mumkin.